Yaxshimisan bolam? Shahlo Ahmedovaga. Ya otaxon, Shahlo Ahmedova degan ko'cha yo'q lekin. Yo'q, Shahlo Ahmedovaning uyiga yomon qo'shiq aytadi-da. Avayla, sevgimni avayla. Ota, siz bu stansiyada Shahlo Ahmedovani emas, Mavluda Asalixo'jayevani uyiga boring, xo'pmi? Qarib qo'yilmagan choli. Nima sasyapti? Kal o'tgan edimi? Alo, gulim eshityapsizmi? Siz uchun hamma narsaga tayyormi? Ozgina shofyorim kech qoluvdi-da, o'shanga kech qolib ketdim. Hozir boraman, jonim. Beparasat, buni sasiga eshak tuyog'ini peshanamdan tugagan kal o'tgan hidi kelyapti menga. Xo'p bo'ladi, poponim. Men ham seni yaxshi ko'raman. Bo'pti, xo'p. Barat, hozir gaplashdim, men sevgan qizim, shuni sanab bering, uylanaman. Jon uka, birinchi o'zingni sinash kerak ekan. Aqlig ya bag'lig emassan. Erkak kishi ham ayol kishiga shundan cho'qinadimi? Sen erkak bo'lgin. Brat, masjidda to'xtayib tushaman masjidga. Brat, aloqadamiz. Onangni. Puling ham kerak emas, jon uka, aloqani yig'ishtir. O'zingga o'xshaganlar bilan aloqa qilib yuraver. Bo'pti, yo'qol. Sharmanda. Aka qayerga ekan? Ovozingni o'chirib to'g'riga hayda. Puldan muammo yo'q. Na. Ya, onasini emsini hamma ko'chada biznesmen, lekin taksida yuradi. Men kimligimni bilasanmi? Vobshe qiziq emas kimligingiz, tushundingizmi? Kimsiz? Meni Qodir Yaponskiy deyishadi. Voy, onasini emsin, shunaqa gaplar qaydan keladi? Navbatda asabimni buzishmagin, jinni qilib qo'yapsan. Taksi bo'lmay men o'lay. Hozir bir deganda mashinani orqasiga o'tib, Qodir Tailandga qilib qo'yaman. Uka, asab ketaymi? Bir deganda shahardan yo'q qilib qo'yaman. Yo'qqa jon uka, o'zi kim yo'q qilar ekan deb yuribman. Ash qizil tugma seni qo'lingdagi bitta bos, portillab ketaylik. Uka, tugaysanlarmi? Yandex qilmay men o'lay. Mana pul benzin bilan moykaga yuvib, maza qilib, kayf qilib yurgin. Mana mashinani kaliti, bo'shasa lakatcha tashlasang, olib kelaman mashinamda. Qaytib Yandex qilsam, buldog etib bo'lay, mana et osilib turadigan. O'zimni yugurib qiynab o'ldiraman.